Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Ulug'bek. Bugun sizlar bilan Fatbike haqida gaplashamiz. Ushbu Fatbike'imiz Outlet Titan Expert 2024. Bu velosipetimizning qulayliklari. Baloni shunaqa shiroki bo'ladi. 26 ga 9 shiroki pakroshka. Buni bez kamera qilib foydalansangiz bo'ladi. Buni ham juda ham qulay, bunaqa balandliklarga, shunaqa bir yomg'irdan keyin bolota, loyli joylarda yurishga juda ham qulay velosiped. Переключателimiz aytib o'tganimdek Microshift Adventix, u o'zini juda ham yaxshi qulay his qiladi. Xo'p, bunga qanot qo'yib oldim. Krilosini qo'yib yuribman, чтобы yomg'ir sochinda loy bo'lib ketmaydi. Yana nimasi? Sidenasi udobni, yumshoq, yaxshi, o'zini yaxshi ko'rsatadi. Oldi charxiga kelsak, old charxi buniki ham 32 talik bo'ladi, kichkina charxdan. Balandliklarga chiqishga, yo'masa bolota joylarda yurgani juda ham qulay, o'zini yaxshi his qiladi. Men oldin bundan minib ko'rganman. Voy, biladi. Orqada kimdir ko'rinyaptimi? Bilmayman, hamma yo'q, shamol nimaligiga g'alati bo'yapti. Xo'p, bu velosipedni men boshqachasidan minib ko'rganman, qizilmi, oranjiy bir bordoviy svetidan. Juda ham ma'qul bo'lgan, juda ham mazza qilib minganman. Ancha payt bir 3 oymikin mindim. Bunimizda og'irligi 15 kg, 14,5-15 kg plus minus. Yengil, unaqa bir ko'rinishiga qaraganda bir 20 kg, 25 kg emas. Juda ham yengil, qulay. Hozir men sizlarga bitta ikkita test qilaman. Balandliklarga chiqib, boshqa qilib test qilib ko'rsatib beraman. Olib mingani juda ham yaxshi velosiped. Bunaqa balandliklarga bemalol chiqib keta olasiz, o'ylanmaysiz. Keyin qumda ham, bunaqa qumli joylarda ham umuman botib qolmaydi. Bemalol mana eng katta charxiga qo'yib olib, oldini kichkinalik hisobiga qiynalmaysiz. Ortiqcha qiyinchilik bo'lmaydi, bemalol sovuq tushganiga burunlar ham oqib qolibdi. Hop. Spokойно chiqib ketyapman tepaga. Chetdan qaytaver, ana. Yaxshi ko'rinyapti, ham bittaman. Hop. Yaxshi velosiped, menga juda ham yoqdi. Hop, endi yurib ko'rsatamiz sizlarga. Qumli joylarda ham o'zini yaxshi ko'rsatadi. Yaxshi his qiladi. Endi ozgina charchab qoldik. Endi charchasham qanday? Anchadan berib velosipedga o'tirganimiz yo'q. Hozir yaxshigina balandlikda mana shu. Xo'p, shunga bizlar bilan sanchib ketyapmiz. Hopchki.